Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi paxta ishlab chiqarishda Uyg'urlarni zamonaviy qullar emgakiga selayotganligi keskin tanqidlanayotganda, Xitoy hukumati tezdan Uyg'ur diyorini Xitoyning eng chong cho'chqa baxmachilik bazasiga aylantirishga yuzlanmoqda. Bloomberg xabarlarining bu haqdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Uyg'ur diyoridagi necha 10 yillab zo'r ko'lamda paxta terish natijasida terilg'u yerlarning sifat darajasi og'ir darajada buzilgan hamda paxta talolarining sifatiga muayyan ta'sir etishga boshlagan. Bununla qo'shilib, yaqindan buyon xalqaroda Uyg'ur diyorining paxta mahsulotlarini boyqut qilish to'lqini ko'tarilgandan keyin, amdilikda Xitoy hukumati ilgirki paxta terishga ishlatilgan keng yerlarni zo'r ko'lamli cho'chqa baxmachilik bazasiga aylantirishni qaror qilgan. Beyjan xabarlari gazeti Mi familiyalik bir xodimi bu haqda so'z qilib, bu rayondan chiqadigan paxta eng chong iqtisodiy unum va foyda elib keladigan tur edi. Endi bu paxta terilib kelgan joylarni boshqa ziroat terishga o'zgartimiz desak, buningga mumkin emas. Shunga bu joyda cho'chqa beqish eng oqilona chora dedi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 19 aprel e'lon qilgan ularning naslini quritib, ko'kini qirish, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarni nishon qilgan insoniyatga qarshi jinoyati nomli 53 betlik dokladda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmon xalqlarga qarata keng ko'lamli tutqun, qiyin qistoq va madaniyat bostirishi ilib borganligi ta'kidlangan bo'lib, Xitoy sodir qilingan insoniyatga qarshi jinoyatning xalqaro qonundagi huquqni daxl-taruz qilish qilmishlarining biri ekanligi ko'rsatilgan. Shuning bilan birga yaqinqi yillarda Uyg'urlar uchirgan zulmning misli ko'rilmagan saviyaga yetganligi o'tirib qo'yilgan. Mazkur tashkilot Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati to'g'risidagi ayblashlarini tekshirish, mas'ullarni bekitish va ularni jazolash komiteti qurishga, aloqador hukumatlarni bu kishilarga qarata embargo, viza va sayohat cheklamasi qo'yishga chaqirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti xalqaro jamiyatning birlikda harakat qo'llansa, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligi ta'kidlandi. Türkiye Milletçi Hareket Partiyasining parlament a'zosi O'jay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisining umumiy yig'inida Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyati haqida so'z qildi. O'jay Kılavuz apandi mundaq dedi: Xitoyning Sharqi Turkistondagi e'tiqod va ibodat erkinligiga tutgan pozitsiyasi sababidan masjidlar, diniy xodimlar, diniy nashr buyumlari va faoliyatlar Xitoy hukumatining nishoniga aylanmoqda. Sharqi Turkistonga turk muhrini qo'ygan tarixiy imoratlar bir-birlab yiqilmoqda. Uyg'ur turklarining til, madaniyat, tarix, adabiyot va milliy kimligi vayron qilinmoqda. Biz yarim asrlik tariximiz bilan, g'oyi e'tiqodchi bo'lish sifatimiz bilan, qayerda bir turk bor bo'lsa, biz butun mavjudligimiz, qalbimiz, zehnimiz va duoyimiz bilan birga shu yerda turamiz. Sharqi Turkiston bizning haqqoniy da'voyimiz. Asoratdagi turk yurtlari bizning qonigan yorimiz. Qizil bayroqdan ko'k bayroqqa salom bo'lsin. Sharqi Turkiston yashasin, Uyg'ur qarindoshlarimiz yashasin. Doğu Türkistan haklı davamız, esir Türk yurtları kanayan yaramız, Turan ülküsü ses bayrağımızdır. Al bayraktan gök bayrağı selam olsun. Yaşasın Doğu Türkistan, yaşasın Uygur Türk soydaşlarımız. Yana bir tarafdan Gelecek Partiyasi raisi Davutoğlu Türkiye hükümetinin sükûtda turaverishini tanqid qilib mundaq dedi: Bugun dunyodagi eng mazlum ezilayotgan Sharqi Turkiston xalqi uchrayotgan zulm oldida Prezident Erdo'g'an sükûtda turayotdi. Bu Türkiye tarixiga tushgan dog' hisoblandi. Türkiye hükümetinin hazır Sharqi Turkiston masalasiga bo'lgan pozitsiyasi nomus qilishga tegishlik. Amerika armiyasi Afrika qo'mondonlik shtabining qo'mondoni general Stephen Xitoyning qarz to'zig'i bilan Afrikaga zo'r tahdid elib kelayotganligini aytdi. Markaziy qism qo'mondonlik shtabining qo'mondoni bo'lsa, Xitoyning O'rta Sharqda harbiy baza qurish faoliyatlarining borligini ta'kidladi. Ular bu so'zlarni Avom palatasi qurolli qism komitetida ichilgan yig'inda so'zildi. General Stephen Xitoyning Djibutida Afrika qit'asidagi tunji chet el bazasini qurganligini eskartib, ular yig'inda bu bazani kengaytirdi, hatto avomatga orqali qo'llaydigan holga elib keladi dedi. U o'zini haqiqiy anishiga solgan ishning bo'lsa, Xitoyning Afrika istixborot sohasiga ko'z tikish ekanligini ta'kidladi. U Afrika davlatlarining Xitoyning nima qilmoqchi bo'layotganligini biladiganligini ifodalab mundaq dedi: Ularning ko'pinchisi bu qarz to'ziqi diplomatiyasining qurboniga aylandi. Bo'lmasa ular buni ko'rolmay qolmaydi.
Ko'pincha buni biladi va bu qarzlarni bartaraf qila olamiz deb qaraydi. Amaliyotda biz dal bu yerda ularga yordam bera olamiz. ئامېرىكىنىڭ موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى سوللىۋان ۋاشىنگىتونغا berib yangi hukumat bilan Moskva bilan bo'lgan munosabatni bevosita muzokara qiladiganligini e'lon qildi. Bundan burun Rossiya Sollivanga Amerikaga qaytib maslahat qilishni tavsiya qilgan edi. Sollivan elchixonaning organ to'g'rida e'lon qilingan bayonotida Amerika va Rossiya ikki davlat munosabatining hozirgi ahvolini Bayden hukumatidagi yangi xizmatdoshlarim bilan Washingtonda bevosita muzokara qilish muhim deb qarayman dedi. Oldin qatta Amerika hukumati Rossiyani 2020-yildagi prezident saylamiga aralashish va tor hujumi bilan ayblab, 10 Rossiya diplomatini chegaradan qo'g'lab chiqarishni qaror qildi. Baydenning bu harakatiga qarata Moskva 10 amerikalik diplomatning chegaradan ayrilishini talab qildi. Amerikaning sobiq va hozirgi 8 amaldorining Rossiyaga kirishi cheklandi.